Dunyoda ishini yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan odamlar bor. Farqi yo'q, Bobur bilmaydi bu kanalda men tayyorlanib, ssenariy yozib chiqmasligimni men shundoq rekka bosaman. Nima xayolimga kelsa, nima narsani tipa anchadan bir gapirmoqchi bo'lsam, shu narsani shundoq gapiraman. Ko'rasiz o'zingiz ham переделкani qilib o'tiramiz. O'sha kuni birinchi gelik bilan olganimizda ham xuddi shunaqa tipa Bobur rekka yoqing gapirgim kelyapti dedim. Bilaman, men tashqariganini ko'rdim. Mana bir ishimni yaxshi ko'rish deganda mana ishingni yaxshi ko'rsang, nimalardan voz kechgansan ishing uchun deb aytishadi-yu. Mana men ayta olaman. Menda nima vaziyat bo'lgan? O'sha maktabni bitirib, o'sha kollej, litseylar bo'lardi men paytda hali. Nechiman paytdagi. Как будто men bir o'tgan asrdanman. O'sha men 9-sinfgacha o'qiganman-ku. Короче, oyim oxirgacha o'zimga qo'yib berganlar-da. Doim o'zimga qo'yib berganlar. Qanaqa bo'lgan? Men Gubkin nomidagi litseyga topshirayotgan bo'lganman-da. O'sha neft sohasida o'qishim kerak bo'lgan, tog'amga o'xshab neft sohasida ketishim kerak bo'lgan. Oxirgacha o'zimga samniyatsa qilganman-da. Oxirgacha samniyatsa qilganman. Chunki o'sha yo'lim chizilgan edi-da, grubo говоря. Ko'pincha hammamizning o'zi yoshligimizdan ota-onalarimiz yoki misol uchun kattalar hal qilib qo'yishadi-yu. Yo'lim meniki ham xuddi shunaqa chizilgan edi. O'sha oxirsida bundoq qarorman yo'q deyapman-da. Chunki boshlovchi bo'lib ko'rdim, sahnada o'zimni uverenniy his qilyapman. Odamlardagi e'tibor, sahnaga chiqqan degan o'zimga ishonch, shunaqa narsalar yo'qotdi-da. Publika bilan odamlarning orasida ishlash, televideniya, media, kamera, mana shunaqa narsalarga qanaqadir bir yuragim bizzillab ketardi-da. Keyin oxirsida aytganman, oyijon deganman, men umuman o'zimni neft sohasida ko'rmayapman. Lekin shu sohaga qiziqaman, mana shunaqa sohalarda ketmoqchiman deb aytganimda, oyimda qaraganlarda ishonganlar-da menga, ko'zimdan uverenniy gapirganman. Davay deganlar. Shu kunning o'zida borib oyim maktabga borganlarida kuratorimga Malika opa shunaqa o'g'limni o'zgartirmoqchimiz, litseyning dokumentini kollejga o'tkazib bering, televideniya kollejiga deganlar-da. Keyin o'shanda ustozlar aytishgan ekanda oyimga tipa voy buni lekin shtrafi bor desa, keyin oyimda qo'rqib necha pul shtrafi deb so'rasalar 98 mingmi necha puldirmi deyishgan. Oyim taka voy mayli 98 ming so'm ekan-ku deb keyin oyim shunday dokumentlarimni kollejga o'zgartirib yuborganlar. Oyim meni videolarimni ko'radilar-da. Oyimga ko'rayotgan bo'lsangiz shu narsa uchun haqiqatda rahmat aytaman. O'zimni kasbim uchun oxirida sevgan soham uchun umrimni prям 180 gradusga o'zgartirib yuborganman-da. Agar o'sha televideniya kasb hunar kollejida o'qimaganimda ham, misol taqdirim balki hozirgidaqa bo'lmas edi. Chunki kollejim ham zo'r dars bo'lganda, o'sha birinchi televideniyaga borib stajirovka o'tishlar, o'sha yerdagi tanish bilishlar ham misol hayotimda hozir kungacha bor-da. O'shanga men bemalol ayta olaman, что kasbim uchun hayotimning oxirisida juda katta burilish qilganman-da. Mana o'zimni yaxshi ko'rgan ishimni topishimga nima sabab bo'lgan? O'zi bilmaganlik uchun men videograf, montajyor, video syomka, media sohasidaman. Ishimni yaxshi ko'raman. Bobur bizning komandada bitta odam. Ishimni yaxshi ko'raman aytib qo'y. Xo'p, o'zi ko'pchilik bolalarda bo'ladi, endi hayot majbur qilishi mumkin. Ba'zida yoshligidan ishga chiqib ketib qoladi, yoshligidan pul topishga to'g'ri kelib qoladi. Menda ham shunaqa moment bo'lgan, har xil ishlarni qilib ko'rganman. Dalaga chiqib tipa pomidor terish, bozorgacha mo'rsot, mayda-chu deb hamma qilish mumkin bo'lgan, default ishlar qilingan hamma kabi. Endi meni hayotim og'ir demayman, hammada bor bu narsa. Okey. Xo'p, keyin nima bo'pti? Men juda ham kichkina edi. Hozir sal-pal yaxshiroq ko'rinishda men deb o'ylayman. U payt bo'ypaz bo'lardim, balki kichkina Messi bo'lib yotardim. Kichkina bo'lganman, menga yoqmasdi tana bilan ishlash, ya'ni nimadir ko'tarish, yo davlaga chiqish, tana juda ham qattiq charchardi-da. Men o'ylardim, shu g'alati-ku, meni ishim emas bu meni. Jismoniy mehnat menga emas kamida. Men sal miyamni ishlatmasam bo'lmaydi degan narsa hayolimga kelgan. Meni taqdirim sekin ofitsiantlikda bo'ldi restoranda, keyin sekin povurlikda bo'ldi. Shunaqa qilib
12-13 yoshlarimda o'sha sohaga qattiqroq tushishni boshlayotgandimda. Uydagilarim ham da mashina bosasan, yo bu yoq hamma ko'pchilik ishonyotdi. Pul ham topib turdim, xursandman o'zim uchun. Lekin qanaqadir uyga qaytganimda ichimda rohat yo'qda. Kayf yo'q qanaqadir. Okey, pul topolman, lekin yana charchadimda, yoqmayapti u ish. Ertasi kuni ishga borgim kelmayapti-da. Mana shunaqa vaziyat bo'ldi. Keyin hozir maktabda o'qigan paytim bu mabodo sinfdoshim ko'rib qolsa biladi. Hamma ustozlar ana asabini buzib savollar berib o'tirardim-da. Ustozlarni ajaliydimmi, yoqtirmassiz ustozlar. Hammasiga bitta savol beraman. O'zingiz yoshligingizdan ustoz bo'lishni orzu qilganmisiz derdim. Hamma ustozga ko'pchiligi endi naqa bo'lmoqchi bo'lganman, fizik bo'lmoqchi bo'lganman yoki futbol o'ynardim, qo'lim singan, oyog'im singan, jismoniy tarbiya o'qituvchisiman. Hammasi deyarli 90-95% boshqa kasb orzu qilgan va B plan sifatida o'qituvchilik bo'lib qolgan. Shunaqa. Men o'ylardim, orzusi ushalmaganda faqat ustoz bo'ladim derdim. Lekin ba'zida bo'lib qolardi shunaqa ustozlar, "Ha, men yoshligimdan ustoz bo'lishni orzu qilganman" derdi va bu meni yaxshi ko'rgan ishim derdi. O'sha ustozlarni darsiga kirsangiz, maza qilib olardingiz, ular jonini berib, yaxshi ko'rib, baqirmasdan, asabi buzilmasdan dars o'tadi, o'quvchilar ilhomlanadi u darsdan. Meni geografiya ustozim shunaqa bo'lgan. Bizda ism yo'q. Mana shunaqa ustozlar bo'lardi. Bizda hech yaxshi ko'rgan ustozlar bo'lmagan ekan. Lekin matematika emasdi. Balki matematika ustozlarimiz ham yaxshidir, yomondir bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'radi, ishini yomon ko'radi va hokazo. O'sha payt men sezganman, ishini yaxshi ko'rgan odam ish paytida asabiylashmaydi. Ish paytida yaxshi ko'rib qiladi. Boshqalarga ham o'rnak bo'lib qiladi. Bitta ustozni bilardim, fizik ustoz o'lgida yomon ko'radi dars o'tishni, majburligidan dars o'tyapti. Uni orzusi qattiqdir yangi ixtirolar qilish bo'lgan. Lekin majburligidan o'quvchilarga dars o'tadi va buni ochiqchasiga aytadi o'quvchilarga. Menga ham zarur emas dars o'tish. Bizga ham shunaqa gapirishadi. Bizda qattiq xohish bo'ladi o'rganishga. U atrofidagilarni ham baxtsiz qiladi-da. Bizga unaqa deydi. Menga farqi yo'q. Men oyligimni olib ketaveraman. Xuddi shu. Shunaqa gapirishardi bizga. Va o'zini ishini yaxshi ko'rmagandan boshqalarni ham baxtsiz qilardi ular. Men o'sha payt o'ylardim, menimcha o'zimga yoqqan ish qilsam yaxshiroq-ku derdim. Sekin harakat qildim topishga, qaysi yo'nalishda men yaxshiroqman. O'zim yoshligimdan sal rasmdan yaxshi chizardim va musiqa darslarida yaxshi qatnashardim. Aktiv zallarda faol edim. Xullas, o'zimni mana shu tvorskiy san'at dunyosida ko'proq ko'rishni boshladim. Kino ko'rardim ko'proq. Xayolimda qiziqish bo'lardi, bu kinoni qanaqasiga yaratishadi ular. Sekin mana shu videolarni qanaqasiga olishadi, yo bu qiziqishlarimni ko'paytirib harakat qildim bu sohaga kirishga. Lekin hammada bo'lgani kabi ishonchsizlik bo'lishi mumkin, ya'ni uydagilar tomonidan ishxonasini tashlab keta olmasligi bo'lishi mumkin. Lekin aytdingiz-ku, nimadir qurbonlik qilish kerak baribir yaxshi ko'rgan kasb uchun. Men ko'pincha uyquni, sog'liqni, nimadirlarni qurbonlik qilardim, ya'ni ertalab xuddi o'sha ishimni qilardim ofitsiantligimni. Juda tana bilan, charchoq bilan kelib, kechasi YouTube'da o'tirardim ertalabgacha. Montajlarni bilan o'rganib. Montaj, syomka nimalarni o'rganishga harakat qilib iloji boricha bilimni ko'paytirib, mana shu ofitsiantligimdan, qora ish emas endi, mana shu tana bilan ishlanadigan ishlardan tezroq chiqib ketay derdim-da. Va chiqib ketishga bo'lgan xohish juda katta ediki, men ko'proq harakat qilardim o'rganishga, ko'proq o'sha kamroq uxlab bo'lsa ham ko'proq YouTube'dan izlanib, yo shogird tushib, ba'zi bir yaxshi odamlarga, ustozlardan so'rab, siz bilan chiqsam maylimi, yo shunaqa bo'lgan va xudo shukr, mana ishimni yaxshi ko'raman, umuman charchamayman-da. Ba'zida bitta o'tirganimda 10 soat to'xtamay montaj qilaman, umuman charchoq his qilmayman. Menga ham ba'zida endi ko'p intervyularga, podkastlarga boraman, o'shanda misol savollar berishadi-da, agar misol ishingizdan charchab ketsangiz, kelajakda nima qilasiz ham 30 yoshingizda ham bloger bo'lib yururmaysiz-ku deb aytishadi-da. Bunday o'ylab qarayman-da bir xillarda, mana 8 yil bo'libdi-da, xudo xohlasa 9-yilga qarab ketaman yaqinda-da. Umuman unaqa narsa bo'lmagan-da. Charchagan paytim bo'lgan. Любой odam ishdan charchaydi. Misol uchun ham ba'zida hamma narsada me'yor kerak. Misol ba'zida dam olib, to'xtab, ozgina sal stopingni bosib, nimalar qilding o'zi, nimalarni o'rganding, ishingda nimalarga erishding, bitta orqadagi backgroundingga ham qarab qo'yishing kerak. Lekin o'sha qanaqadir bir charchoq, ishimdan nafrat yoki bir bir xil bo'lib qoldi ishim degan narsa men ham o'zim ham na samom деле sezmaganman-da, chunki yaxshi ko'raman. Men hech kimga qaranmasman. O'zimman, miyamdagi vizualni hayotga chiqara olish bu eng zo'r narsa-da.
shu narsani siz ham sezganmisiz? Ishini sevgan odam o'zini ishini o'rgatgisi keladi, o'zini olib qochmaydi. Menda shunaqa holat bo'lganda, mana misol uchun Umid akam G'afurov qo'llarida misol ishlaganman, yana katta-katta odamlar qo'lida ishlaganman, taqqos yurdim-da. Mana Umid akamning qo'llarida ishlaganimda-chi, Umid akam blogerlikni, tekstlarni yozish, copywritingda, SMMda, reputatsiya nimaligida вообще o'zlarini olib qochmas edilar-da. Qara Timur, mana reputatsiya bunaqa ishlaydi. Tam yana stavkani reklama qilib qo'ymagin deb urishib, tam gapirib, tam jonini kuydirib gapirardi, chunki u o'zini sohasida o'ziga o'xshagan ishini yaxshi ko'radigan, professional, reputatsiya, qadr-qimmat, qadriyat nima degan sifatli odam bo'lishini xohlaydi-da. Shuning uchun ham borini berib tushuntirishga harakat qiladi. Lekin misol uchun ba'zida holatlar bo'ladi, aka tam men bunga yo'l yurib ko'rsatib yuboring, tam yoki men nima bo'ladi desam, bor vaqtimni olmagin, tam tipa короче deb ensasini qotirib gapirib berishi mumkin-da. Ну, явно понимаю, что u inson ishini uncha yaxshi ko'rmaydi. To'g'ri bo'lishi mumkin, misol qanaqadir holatlar, что там itdek charchab ketgan, hozir savolim bilan yoqmay turaman. Lekin ko'p holatda ishini yaxshi ko'rgan odam biron bir ishidagi sir-asror yoki ishidagi ustun tomonlarini gapirib berishdan, o'rgatishdan o'zini olib qochmaydi-da. Mana men ustoz tomonlama juda yaxshi insonlarga uchraganman-da, ishini sevadigan insonlarga uchraganman. Ba'zilar aytadi, misol faqatgina katta-katta oyliklar to'lanadigan yoki katta-katta mashhur sohalarni insonlar sevishadi. Tam hech kim santexnik bo'lishni sevmaydi yoki misol uchun hech kim deylik mebelchi bo'lib ishlashni orzu qilmaydi, hokazo. Yo'q, u teminda qiladi. U teminda qiladi. Tipa kasbni yaxshisi, yomoni yoki pasti yo balani bo'lmaydi. Misol uchun o'zingni sohangni mana zo'r santexnik bo'l, yorib tasha, misol bitta ko'rmash batareykada mana narsasi sal noto'g'ri qotirilganmi, ertaga portlab ketadi. Shuni bil, sohangni eksperti bo'l, senda любой sangin joyda ham talab bo'ladi-da, tushunasizmi? Hech qachon yomon kasb yoki past kasb yoki misol uchun qanaqadir bir уровеньdagi kasb bo'lmaydi. Любой kasb zo'r, любой kasbni sevish mumkin. Misol uchun kimdir aytadi, tam kim xohlab misol uchun tam trak haydovchisi bo'lishi mumkin deydi yoki kimdir xohlab tam deydi bog'bon bo'lishi mumkin deydi. Hamma odamda nimagadir talant bor, nimagadir mehr bor, nimagadir muhabbat bor. Ko'p holatlarda bizani jamiyat shu narsalar tomonlama siquvga olib, bizani har doim shu stereotip fikrlar bilan bizani xohish istaklarimizni o'ldiradi-da. Tushunasizmi? Mana misol uchun o'zimdan misolda, Bobur, o'zimdan misol, mana bitta sinfdoshim aytib berganda, zo'r rasm chizardi. Rasmdan 5 olardi, natyurmortlarni, tam odamlarni anaqalarini, qiyofalarini zo'r rassom qiz edi. Bilasizmi, uydagilar nima degan, tipa, rassomlar ko'p pul topmaydi. O'zbekistonda rassom bo'lib oilangni boqa olmaysan, tam hokazo. Hatto bo'lmasa qiz bola, u kelajakda yerga tekkan taqdirda ham u oilasini boqish degan tushunchalardan xolis bo'lishi mumkin. No, в любом случае ishtiyoqi bor, zo'r qo'lidan kelayotgan odamga tipa bu O'zbekistonda aktual emas, bunda ko'p pul top bo'lmaydi. Mana o'zimga ham shu narsani gapirishgan. Televideniyada misol uchun tam yurib unaqa prям boy, millioner bo'lib ketasan deb aytishganda, ota-onam aytmagan, begona yon atrofimdagilar aytganda, no yosh, hali miyasi qotishga ulgurmagan odamni qanchalik ichini o'ldirib yuboradi-da bu narsa, tushunasizmi? Takoy billa deydi, haqiqatdan ham deb o'ylab qoladi-da. 100%. O'zi pul uchun kasbga kirish ham xato deb o'ylayman. Ya'ni aytadi-ku, ko'pchilik yaxshi oyligi bo'lsa bo'ldi, tipa ko'proq pul topadigan, men bu sohadagilar ko'p pul topayotgan ekan, pulga umuman bo'ylamaslik kerak. Chunki misol uchun Ronaldo ham pul topaman deb futbol o'ynamaganda, futbolni yaxshi ko'rgan, pul ham kelgan bu yerdan. Boshqa bunaqa misollar juda ham ko'p-da. Pulni birinchi o'ringa qo'ymaslik kerak. Agar odam o'zini ishini yaxshi ko'rsa, tipa ish bor desa, nech pul qancha berasiz, nima ish qilamiz, qanaqa bo'ladi? Ko'proq shu savollarga qiziqadi. Meni o'zimda shunaqa bo'lgan, pulga ko'p qiziqmaganman-da, menga jarayon ko'proq kayf bergan. Misol uchun, yaxshi ijod bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa, u ishdan maza qilsam, men olib ko'rmagan videolarim bo'lsa, yangi darajadagi kreativnost qiladigan bo'lsa, men mayli pul shart emas, men tekinga bo'lsa ham ishlayman. Men shu ishni maza qilib qilay, miyam kayf qilsin bundan, ishim yaxshi ko'raman, o'sha ishni qilay degan ma'noda juda ham ko'p proyektlar olganman. Misol uchun, men boshlayotgan paytim esa ko'p tekinga ishlagan joylarim bo'lgan. Uzr. Ishimni yaxshi ko'rib, tekinga qilib bergan videolarim bo'lgan va aynan o'shalar meni o'stirgan deb o'ylayman.
Ko'pchilik bolalarni taniyman, shogirdlarimdan ham bor. Ko'pchiligi, misol uchun, bir xillarni ota-onasi olib kirib qo'yadi-da, uydagilari, "Ha, Bobur yaxshi pul topyapti, yaxshi ketyapti, sani oldingi bolamni qo'shib qo'y" deb menga qanchadir pul to'laydi. Okey, bolasini olaman, ozgina o'rgataman, lekin uni bolasi kasbni yaxshi ko'rmaydi, pulni yaxshi ko'radi-da. Okey, ertaga videoni tushundi, o'rgandi, nima qilishni biladi, lekin ertaga klient olayotganda sразу pul talab qiladi. Pulga ishlaydi faqat, ertaga rivojlanmay qolib ketadi-da. O'sha men o'rgatgan bilimlar bilan qolib ketadi. U ishini yaxshi ko'rsa, tekinga ishlashga rozi bo'lsa, yangi proyektlarda tajriba orttirishga rozi bo'lsa, u sekin kattalashadi level up bo'lib boraveradi. O'sadi, rivojlanadi. Ishini yaxshi ko'rish shunday muhimda. Ya'ni odam ishini yaxshi ko'rsa, pol artib ham millioner bo'lib keta oladi-da. Shunaqa oddiy polni emas, misol uchun Burj Xalifani tomini artsin, okey, sal qimmatroq oladi-da. Ishini yaxshi ko'rmasa, men biznesmen bo'lsin, qanchalar bilimi bo'lsin, ishini yaxshi ko'rmasa, qiyin juda ham o'xshashi. Mana bunaqa bitta gap yaqinda Aziz akam bilan Umar Aliyev bilan o'tirganimda aytdilar-da, zo'r gap gapirdilar-da. Hozirgi yangi avlod, misol в том числе sizni tengdoshlaringiz, endi men tengdoshlarimni o'ylashim bo'yicha bir 70% уже ishli bo'lib ketgan qaysidir sohalarda. Hozirgi mana yangi avlod deyaptilar, сразу opiti bo'lmasa ham, sohani eksperti bo'lmasa ham, tushunmasa ham, сразу puldan keladi deyaptilar-da. Tipa necha pul, qanaqa haq berasiz va hokazo. Mana men Bobur Zo'r TVda pavilyonda sahna qurib yurganman-da. Tekinga men o'sha yerda yursam bo'ldi-da, tushunasizmi? Men SMM отделga kelib, tipa qanaqa qilib copywriter tekst yozyapti, o'tirib Photoshopcha qanaqa qilib kadrlarni bo'yayapti, Premiere Proda men bu seni bosib kesyapti, nima qilyapti deb men просто o'rgansam bo'ldi-da, tushunasizmi? Xuddi shunaqa yo'nalishlar, xuddi shunaqa narsalar ko'p bo'lganda, tipa pulli kerak emas, просто shu proyektga meni ham olinglar degan paytlarim ko'p bo'lganda, tushunasizmi? Nimagadir bilmayman, hozirgi yangi avlodda opiti bo'lmasa ham, zo'r o'zi tipa sohasini zo'r tushunmasa ham, lekin сразу xizmatim $400, necha pul bo'layotgan ekan, ya'ni pul o'lchov birligi bilan-da, o'zi mana adekvat bozor qanaqa ishlaydi? Birinchi sen sohani o'rganasan, tajriba orttirasan, case, portfolio yig'asan, undan keyin sekin xizmatlaringni sotasan-da. Mana misol uchun men o'zim ham mana paytida Bobur o'rganishim uchun, auditoriyani o'rgatish uchun, qanaqa ishlashini o'rganish uchun, bilish uchun tekinga reklama qilib bergan paytlarim bo'lganda, misol uchun okey, keling, siz tefalis bor ekan, shu tefalis reklama qilib berib ko'ring, hech nimangiz kerak emas, no tushunmoqchiman-da deb, misol o'zim o'rganib, portfolio yig'ib, qanaqa ishlashini tap-tip bilganimdan keyin aqlim yetyaptimi, o'zimga uverinmanmi, уже mana tipa Bobur mana ko'rsangiz bo'ladi, men kompaniyalarga reklama qilganman. Уже undan keyin xizmatingizni sotsangiz, уже chiroyli yarashadi-da, lekin nol sanda kelib turib, men $400 bilmadim, 500 bo'lsa ishlaymiz desa, bilmadim-da, sen ishga yonib tursang, pulni unaqa muhim bo'lmasdan talpinib, ilib, eng yaxshisini olib turib, keyin ko'tini yorib yuboradigan bo'lsang, yaxshi emasmi deyman-da. 18 ni, anaqa, raketotni tekshirib qo'ydim-da. Shunaqa pul birinchi o'rinda emas deb o'ylayman. Aytganingizdek, hozirgi yosh avlod endi g'alati eslasam, meni ba'zi tengdoshlarim, o'sha ukalarimiz deyman, tengdoshlarim orasida rostdan ham hammasi pulga taqiydi-da. Menda bo'lgan bir marta, u payt endi to'y olib yurardim. Juda ham opitsiz edim, tajribasiz paytim. Bittasi meni qo'limda kamera ushlab turgan rasmimni ko'rib, "Demak, sen video olsang kerak" degan. U men kamerani bir marta ushlaganman qo'limga, yozyapti, okey. Mana shunaqa video kerak deyapti. Men unaqa video hayotimda olmaganman-da. Adashmasam YouTube video edi. Men YouTube video hayotimda olmaganman. Faqat to'y olganman, abdalab yo'q, YouTube video hayotimda olmaganman. So'radim, necha pul aytaylik, ustozlardan so'rasam, normalniy YouTube'da pul so'rasa bo'ladi bulardan. Okey, $1000 aytdim-da men. Erta ozgina kelishirmaysizmi? Yo'q, bo'lmasa olmayman desa, "Bo'pti, $100 qilib bering." Olaman dedim. $1000 $100 bilamayli. Bitta abet qilib berasiz dedim. Bobur, siz agar bunaqa ko'ndirish mumkin bo'lganda bile oyligingizni kelishayotgan paytimizda qo'y. Bobur, hozircha $50 dan boshlab turaylik. Taksiga jo'natib berasiz. $100 shunda kameramni pulida anaqa arendalarimni. Bunaqa proyektlar bitta emas, 100 talab bo'lgan. Narx aytib qo'yaman deb qo'rqib, voy, olsam bo'lardi, takoy. Qaqadir olib ketmoqchi-yu, syomkaga nima bormayman, deyman, yozaman o'zimga. Aka, nima bo'ldi demak. Menda unaqa keyslar na samom деле bo'lgan. Misol bittasi yozganda,
eng birinchi katta reklamalarimdan bittasi. Короче, aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsan? Rahmat do'sh. Sut mahsulotlarini ishlab chiqaradigan kompaniyamiz va hokazo aytakdalik deyapti-da. Keyin lentaga post olmoqchimiz. Birinchi reklamalarimdan lentaga post olmoqchimiz aka. Nech pul bo'ladi desa takoy. $200 deb yozganman-da. $200 deb yozganman. Va aka, qimmatmas ekan, ikkita olamiz deganda takoy billa deganman-da. Chunki nimaga $500 demadim deganman-da. O'sha payt $200 ga qo'rqqanman-da. Bobur tipi nima derkan? Men rozi bo'lganman-da. Voy aka, tam 150 yoki 100 qilib bering, tam 2-3 ta olamiz desa ham rozi bo'lganman-da. Qarayapman, takoy tipi voy aka, bizning planimizdan arzonroq ekan, tipi unda 2 ta olamiz degan. Tipi xursand bo'lib ketganman-da. Tushunasizmi? Bir payt abidda ham bo'lganda takoy tipi voy nimaga 500 demadim. No o'sha Bobur ham mana aytgan gap, agar yosh hali endi tajriba orttirayotgan, endi o'zini portfoliosini keysini yig'ayotgan odam bo'lsangiz, farqi yo'q. Media sohasidamisiz, farmatsevtikadamisiz, hozir грубо говоря 2-3 yil pulga talashadigan davrda emassiz-da. Pulga talashadigan davrda emassiz. Chunki portfolio yig'ishingiz kerak, tajriba orttirishingiz kerak, nom qilishingiz kerak-da o'zingiz uchun. Shuning uchun meni fikrim bo'yicha qancha o'zi men hayotimda alhamdulillah Alloh rizqimni keng qilib, shuncha imkoniyatlar berib yaxshi topganmiz-da, yomon emas. Yaxshi topganmiz, o'zimizga yetadigan topganmiz. Shu narsani tushundimki, qachonki pul orqasidan yugurmasdan, o'zingiz aytgandek boya sevgan ishingizni qilsangiz, haqiqatdan ham yo'llaringiz shunaqa ochilib ketar ekanda, Bobur. Yo'llaringiz tap ochilib ketar ekan, o'zingiz hayron qolar ekansizda. Shuning uchun pulga ruju qilmaylar, pulni ham eng ideal, eng oliy narsa qilib yormaylar-da, tam og'ir ahvolda bo'lib turib, tam yashashga, ham ertaga yeyishga, noningizga pulingiz bo'lmay turgan bo'lsa, lekin hozir bu gap aytayotgan bo'lsam, ensiz qotishi mumkin, yoqmasligi mumkin. O'zi qo'lingizdan 10 so'mlik ish keladi-da, lekin klientdan 100 so'm so'rash ham, noto'g'ri narsa demoqchiman-da. Shu ma'noda sizlarga xullas tushuntirmoqchi bo'ldim. Tugadimi? Yo'q, hali yana bir bemalol gaplashsa bo'ladi. Menda mana bunaqa vaziyat bo'lardi, o'sha maktab paytlarim deyarli pul topmasdim-da men. Chunki men o'rganuvchiman baribir. Bu sohaga endi kirib keldim. Pul topmasdim, borib obedga ishlab berardim, borib bitta yo'lkalam qilib bersa, videolar qilib berardim yoki pishkom borardim, qayerdadir sumkalarim bilan. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi. Bitta boshqa hamkasbim уже pul qilyapti. Уже meni jahlim chiqardi ozgina, u pul qilyapti. Okey, hozir pul topyapti, nima topyapti? Endi taxminan summalar bilan aytsak, $100 topyapti hozir. Okey, men bir tiyin pul topmayman. Ertaga u $100 topyapti, men $50 topyapman. Okey. Indinga men $100 topyapman, u ham 100 topyapti. Bir haftadan keyin men 150-200 topyapman, u hali ham 100 topyapti-da. O'sish bo'ladi qachonki siz kattaroq tajriba oshirishga tayyor bo'lsangiz. Bunaqa risk. Da. Обязательно risk, без риска никак o'sish bo'lmaydi. Misol uchun tasavvur qiling, mana misol men ham hayotingizda qaysidir ma'noda risk bo'lganman-da. Mana misol mengacha qanaqadir krupniy katta millionnik blogerlar bilan ishlamagansiz. Misol menga yozdingiz, men sizga javob berdim, keling ko'rishamiz, ish bermoqchiman sizga deyapman-da. Uchrashuv ham siz uchun yoki meni misol taklifimga rozi bo'lish ham riskda siz uchun. Mana misol uchun men ham mahalliy brendlar reklamasini olib yuribman-da, kichkina kompaniyalar reklamasini olib yuribman-da, birdaniga bas qanaqadir katta dunyo ham tanigan brend chiqyapti-da. Riskda men uchun. Lekin qachonki risk qabul qilib turib, riskka to'g'ri yursangina level upsan-da. Misol uchun $500 dan sotib yurgan xizmatingni bitta ketding, yangi уровеньga chiqding, riskovat qilding, ertadan sen $1000 san-da, tushunasizmi? Bu risk degani bilan xos tipa borib turib, tipa misol dang'illatib yuborish kerak degani emas, оправданный risk bor. Misol uchun ko'zingiz yetadigan risk bor. Misol uchun Boburda shunaqa narsa bo'lgan. Men Boburga birinchi Reels bo'yicha murojaat qilganman. Reelslarning animatsiyasi bo'yicha, Reelslarning montaji bo'yicha. Bobur misol uchun mana oldin o'zi ham biladi, uni bilimi After Effects'da ishlash, Premiere Pro'da unaqa ham katta bo'lmagan-da. Вообще bilmasdim. Hozir misol uchun zo'r уровеньga chiqqanda, o'sha ko'zi yetgan shu qilib bera olaman, aqlim yetadi deganda. Menda ham xuddi shunaqa bo'lganda, sifatli mikrofonim bo'lmagan, unaqa qitchu kamera ham bo'lmagan, lekin ko'zim yetgan ideya bilan chiqib keta olaman shu reklamada, tushunasizmi? Shuning uchun оправданный risk qilish kerak deb o'ylayman men.
Mani riskim o'zi 2-3 ta qilgan riskim mani katta o'sishga sababchi bo'lganda. Tipa tinch yursam, oddiy yashayveraman, atak qanaqadir risk qilganimdan keyin birdaniga katta tramplin bo'ladi-da. Mana birinchi qilgan risklarimdan esimda real bu sohaga endi kirib kelyapman, yana xuddi o'sha tema, o'sha rasmimdan ko'rib qolib yozyapti bittasi. Tipa to'ylarga chiqib yuribmiz, kamerani qo'limga ushlamaganman даже. Bu yerdan turib, kamerani oldida o'zimcha storiz qo'yganman. Bitta brat, "Yo, siz video qilish bilasizmi?" Men xayolimda ha deymi yo'q deyman, video qilishni bilmayman, kamera ushlamaganman dedi. Ha dedim deyman. Montaj qilishni bilardim, syomka umuman bilmasdim. Ha, okey, unda ertaga syomka qilib berasizmi deyapti. Men sizga telefonimni beraman, meniki olasiz deyapti. Men u payt bilmayman, nimadir X Pro Max Ultra degan kichkina telefoncha ishlatardim. Kamerasi bo'lmaydigan telefonlarda. U brat menga aytayapti, "Men o'zim iPhone'imni beraman, syomka qilib berasizmi?" Mobilografiya o'sha paytlar o'ylab topilgan, bilmayman. Odamlar 10 yildan beri o'ylab topadi-ku, mana 10 yillik tajribaga ega mobilograflar bor-ku bozorda. Boraman, iPhone 11 mi, 12 mi beryapti-da. Men uni birinchi marta ushyapman. Nima ishonsan? 4K. Nima ekan bu? 4K syomka qilganman, uyda montaj qilolmayman. Nima ishonsan? Qanaqa risk bo'lgan? Amallab pilchillatib syomka qilib kelganman. Montajida u problemasi. Montaj tashib beraman, yoqmayapti. Tashib beraman, yoqmayapti. 85 ta pravka bergan, tashaman, yoqmayapti. O'sha u klientni rozi qilganimdan keyin men tushunyapman, qanaqasiga ishlash kerak, qanaqa video ularga yoqadi. Sekin-sekin kirib keldim, okey, kamerani tushundim yo'q. Yana bitta risk, Ronin stabilizatorda ishlash qiyinroqda, ozgina o'rganish, uni balansini qilish. Tiem bo'lib og'ir. U telefoniga o'xshab unda yoqsa ishlab ketib qolmaydi-da, uni ham fizikalarini tushunish kerak. Menga o'sha Roninda ishlaydigan odam keladi-da. Kechasi o'ylayman, olayman. Okey, xushsinim oldim men. Roninda ishlashni bilmayman. Syomkam kechqurun bo'lsa, ertalabdan borganman rentalga, olganman Roninni. Uyda YouTube'da o'tiribman, qanaqa qilardim. Hozir ketishim kerak, o'rganmasa bo'lmaydi. O'rganib bo'lgan qilingan. Lekin mana o'sha qilgan riskimdan keyin hozir Roninda ishlashni bilaman. Uncha-muncha joyga foydamiz tegyapti shu bilan. Uncha-muncha syomkalarimiz yaxshi o'tyapti. Bu ham bitta risklardan bittasi deb o'ylayman. И тоже siz menga faqat After Effects so'rab kelgansiz, men After Effects bilmasdim-da. Premierda qilinadigan ishlarni o'zingiz ham qilasiz, misol uchun gap. Lekin qanaqadir animatsiyalar so'rab kelganingizda uni After'da qilsa bo'lardi. Men umuman bilmasman After Effects'ni. Lekin bitta narsani bilardim, YouTube'da darslari bor uni. Bobur bu video tugagandan keyin oyligini ko'rib chiqamiz boshqatda. 3 sekundli video beradi-da, men bir haftaga yuvib ketardim-da, YouTube'da o'rganib kelardim. Bo'lardi. Bobur bo'lib qoldimi? Yozardi keyin. Вот. Shuning uchun message nimadan iboratki, xulosa agar bugungi mana videomiz oxirisida xulosa qiladigan bo'lsak, ko'zingiz yetayotgan riskmi, aqlingiz yetyaptimi? Shuni bir kunda, misol uchun yoki 2-3 kunda o'rganib, qanaqadir yetkazib bera olishga olib ko'ring. Minimum yutqizgan taqdiringizda ham tajriba olasiz-da. Minimum yutqizgan taqdiringizda ham gap eshitishingiz mumkin yoki uyalib qolishingiz mumkin, kimdir oldi, lekin tajribada keyingi safar shunaqa qilmaslik kerakligini yoki qilishingiz kerakligini bilasizda. Так что дерзайте. Farqi yo'q. Bu hozir Bobur bilan biz gapirgan gaplar faqat media sohasidagi odamlarga taalluqli emas. Bu istalgan kasb bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun prosta o'zimizning hayotimizdagi shu qisqa fragmentlar, hayotimizda bo'lib o'tgan, kechirilgan tajribalar bilan bo'lishdik. Har doimgidek o'rtoqlar, albatta o'zingizlarning fikringizni, o'zingizlarning keysinglarni, misol hayotingizdan biron bir vaziyatlarni gapirib bersanglar, men aktiv, faol o'qiyman. Ayniqsa ikkinchi kanalimda juda ham takoy prям loyalniy, o'tirib fikrlaydigan, yozadigan odamlar kuzatishadi va hammanglarga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Kino yoqdi sizlarga.